Benim ismim Adam. Yedler padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bu olanda şemşerimle çıkırıp katlıkta olayım ben. Mansko Adam! Bu çağda yolvaz, eriş yolusu aydının. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretli Adem'e aydınım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağı o, ve 10 üç kişini bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantar kalesini kelgen olmasına bilen köreş kılırız. Bu yer pek güzelken her şey olursa. Başka acep mi yakşı joyke? Acep uyku geldi. Kara senin bunundan başka yakışırak amanın yok mu? Yok, beni çıkkılı koy, ben bu yer durmayın. Demişke, beni yakşı görmemsen. Hey, bunun ne oldu? Kaçan kızıyla birle durdu, ha? En yaksa yirak topeylin. Kırak adamları bir yirak tutsun. Mal tahta salıma deme, önkıradı mı? Ben yıldız balığa yarışayım gerek. Bağlamadım sen. Sen devamlı kas adem sözlüğünden sözdeysen. Sen ilip gidersen yıldız balığa uyak kubama uyak haterle kayıp gel. Yok, sizler daima zırapçılarınız oku sizler. Çatak oldu. Yıldız balığa. Oyuna korkunç uzunzarlık küçük gitti. Bunun hemmesini kazattım balağız. Emmini kıgam ben. Eğer sen... Adam yedi kalmazdı. Bunun düşüp ketkenliği çok öpküydü. Kandak kılımız, bu yerden terik çıkan adam yok. Biraz şundak mıdır? Berip karap bakaylı. Ne düşüz beni? Nime? Tezrek bulayla her şey olursa, bir kişi bulayla korkunç uzunzarlık düşüp gitti. Değil mi? Eynek görüp al her şey olursa, biz çok umuyak berişimiz gerek. Üzüm yapırmakları ilan okşaş neyemini köz şu tutup alalım. Ben de yiraktır, beni tutma. Ben de yiraktır. Onun bilen köpek bileştim. Biraz ara bile olay. Dur, az aram il olay. O bir yerdeyken, tel vakti dikeptimiz. Söz kişi her şey olursa. Ondan kadar her şey olursa. Hey, ne çıkılma? Ha, korkma, sen Katar'da kutuldun. Seni üyün kapırıp koyalım mı, ha? Benim uyum yok. Ondak bolsan sana kim karaydı? Ben karaydık adem yok. Alvaslan bekçek. Biz bu yerden tez gideyle, bu yakacak. Bunun minemde? Olsanız yan yakızmaydı.
Astırak. Hey ben, sen onu kutkazdın. Hazır o men bilen öğük kaysı. O mening balam, bilemsen. Yok, o men bilen bağdı. Biz bilen birlikte yaşaydı. Hazır o xan ordusuga baradi. Padişah bilan xanish uning zodi kimga taalluq ekanligini belgilaydi. Ben bu uyga yurib tushundiray. Menmi borma. O nimdeki olmak? Ben özüm kışında kısa buldu. O nime? Bilmedim değilim. Biz onu çıkarayım. Ako, seni onda kılçındı bir maqsadın var mı? Mina? Oo yok. Bu bir ahmakon işten ibaret. Hey, qarab kim geldin? Biz keldik. Ular mening do'stlarim, Oko bilan Dila. Oo, sen nimdeki chiroyli. O chiroyli bo'lib qolmasdan bek u mahkam. Nima ish qilyapsan? Burası meni yaxshi ko'rsla. Menda ajoyib bir xil ta'sir paydo bo'ldi. Oo, men seni yaxshi ko'raman. Rostini yaxshi ko'raman. Menmi? Oh xudo, o nima degan güzel. O kim? O nereden kelgan? Uning ismi Yulduz bola. Men uni erek o'simzorlikdan qutuldirib oldim. Sen aldanıp qopsan. Bu yer özelden adam berib bakmagan. Lekin bu qizchaq beribdi. U o'nkir odamining yenidan qochib chiqibdi. Yana daraxt odami bor. Ular meni noyda qo'rqitib etdi. Lekin ular nima uchun seni qo'rqitdi, ha? Ular mening ajoyib ta'sirim bilan qarshtirib meyamazchi. Mushu maqsad uchunmi? Nima? Nima uchun? Hech nima. Mening dediğim sevimli insonlarning hammasiga meni yaxshi ko'rsatish. Menimcha u kichik bir sovg'at o'xshaydi ekan. Balkim Allohga iqtidor. Qaraganda meningcha podshoh bilan xonish bu pistakni bir ko'rib baqsa o'g'idek. Bu balını görüp adamın küçük vaxtını eslep kaldım. Mening nazarimda adam mangu bir kichik bola. Bu pistakni qanday qo'rlashtiramiz? Onu bana beringlar. Xolos. Shundoq. O o'nkir odamning hurmatli oliylari. Men bilaman, sizlar mening bolamni tepib oldinglar. Uning eptida turishidan bak qayg'uraman. Sen cho'qim shunday qila olaysan. Ben onun himayesi, popstek butunlay bexatar bo'lsa, men intayin xursand bo'laman. Onu bu yerda qolsak texim bexatar bo'lmamda. Ben dushmanlarimdan ansirayman. Daraxt odami fursat deb buni tutib ketishi mumkin. Men uni dinimda to'sa deyman. Tez, o yiroqqa qochamaydi. Yulduz bola, to'xta! Oy, yetgisi bana qildi bu. Dila, nima topding? Ha? Nima bo'ldi? Sen topqanda qilaman. O sen Eng yaxshisi sen burada qarab baq pistak. Nega muksang? Quyosh batmaganda bo'lsa, biroz chiroqni o'chirib etdi. Quyosh bu yana yo'rtishi kerak. Endi biroz bo'ldi. Men bu chiroqlarni tekshirib boqay. Endi beni o'g'irlik chiqarib boqay. Cho'qib deylardim. Qarg'anda deylar chiroyli kristal o'yinchiqlarni yaxshi ko'radigan o'xshaydi. Elektromotor to'xtab qolibdi. G'alati ish. Yulduz bola, to'xta! Heyman, o bola koridor qarab qochdi. Tez bo'l. Ehtiyot qil, uni cho'chlatmaylik. Bizni cho'chitibdi. U bizni cho'chitibdi. Neraqto? Yaralandimmi? Yo'q, o meni qo'rqitib etdi.
sakrab o'tmasak bo'lmadi. Yo'q. Faqat bir tarafdan chiqib ketgili bo'ladi, past tarafdan. Keyin qo'lni yasab qo'yaymi, hozir o'rta qaytaylik. Sizlar ishqinglar kelib bu daraxt odamning so'zini anglab beringlar. Yilqi balini topa oldinglarmi? Topamadik. Men sening hamon bu keladiganligini bilatdim, Veyli. Mening maqsadim qizim tepbagininglarga rahmat aytish. Sening? Shundoq, qabiy o'nkir odamlar bilan jang qilayotganda, Yulduz bola tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Qo'yimqa so'zima. Biz qabiy emas, balki sen. Ko'chiralar, bu yerda urushmanglar. Bu yerda urushmanglar. Bu ish iniqlanib bo'g'icha bu bola o'rdida qo'g'diludi. Hozir hammanglar berib izdanglar. Aldinglarmi? Shundoq hurmatli shoh. Albatta oliylar. Yulduz bola, seni chaqiryaptim, oldingmi? Ha? Men seni zodi qo'rqitmayman. Rahmat sana. Bek güzelken. Uning go'zalligi sening go'zalligingga yetmaydi. Yulduz bola cho'ng bo'lganda sen o'xshash chiroyli bo'lsken. Sen xushomadga bek ustgansa. Bana yardım qil. Muhofazachilik kunlaringni ishga silib, bolani meni tepmagin. Mening ep qochmasin. Men unda qilolmayman, sen ham qilqinma. Bu mening uyimda kristal deyla. Ben Yulduz bolani sana o'xshash go'zal qila olayman. Sen menga jazma yardım qil. Oh, sen chindan ondan da'vatqanda qilsa. Bo'pti. Men bilaman. Yulduz bola! Yulduz bola, anglayapsan. Oxirgi qitim uni mush yerga ko'rgandim. Ana, u aytgan. Oh, palov tez bo'lg'in. Ben bolamadım. Ben laylab qoldim. Oh, biz tunlikka kelib qoldik. Deyla. Heyman, Xudo saqlasin, bizni qutqizib olin. Tez bo'l. Tezroq bo'lin. Sizlar qanday qilib kirib qoldinglar? Men sizlarni chiqarib qo'yay. Kattaroq turinglar. Rahmat sana. Bilamsan, buning hammasini osh Yulduz bola qilgan. Ha, shundoq o'raqsili yamaraqda qiladi. Yaxshin tezroq topaylik. Ma'qul. Oh, mening ovozim birimdan ketgan. Rahmat. Yordam etaymi? Oh, men deb seni qizimniki debdimi? Ha, men bu yerda Yulduz bolani izlayapman. Oh, u bu yerda yo'q. Kashf qilgan bu asbobingiz sezib o'tkazish asbobimi? Shundoq. To'g'ri. Iliq pisdan tepishga yordam bo'lamiki deyman. Yana bir masalani hal qilsamlar, tutidi. Men yordamlashay. Sen uni tutgazding. Texnikan haqiqatan qaltisga. Lekin sen bilimingni o'nkir odam bilan so'qishga ishlatmay, boshqa yerga ishlatishing kerak. Men shunday o'ylayman. Shunga Yulduz bolani cho'qim tepishim kerak. To'xta. Biz ehtimol barliq insonlar uchun xizmat qilishimiz mumkin. U ba'zi narsalarni sezdi. U lazer nur asrash sistemasi. Atla, uningdan chatoq chiqdi. Ay, biz to'silib qoldik. Heyman, bizni qutuldirib ol. Yasa u chatoq yo'liqdi. Midirlama. Bu xatarlik. Heyman, tezroq bo'l. Aldırma. Rahmat Heyman, sening kelishing hozir dal vaqtida bo'ldi. Men yordam berishni xo'shallik deb bilaman. Men yaxshiroq tekshirib boqay. Agar men hali qizchaq bo'lib, qo'rqish, yolg'izlik his qilganda nimalarni qilishim mumkin?
Mening sana muhtoj bo'lganlik ko'proq taqiladi. Manga emas, balki mening iqtidorimga. Menga aytib bera olamsan? Sana aytib beray. U bir xil kuch-quvvat. Men bildim. Sen to'xtaloq ko'rganing yo'q. Men uning bilan o'zimni qo'lga olayman. Albatta shunday qila olaysan. Men uning bilan boshqalarga ziyon yetkazishni o'ylamayman. Lekin cho'ng odamlar, Veylin, yana Palovuslar, ular sening ajoyib iqtidoringni egallavyapsizlar, yana birisini bo'ysundirdi, shundaqmi? Shundaqda qiladi. Ko'pchilik podshoning yenida. Hozir ikkimiz podsho bilan xonishqa ahvolni tushuntiradigan yaxshi payt, shundaqmi? Sen cho'nglar tushunami? U bizga bog'liq, qandaq? Naiti aniqki, yulduz bola o'zi chiqmasa, uni taqilib bo'lmaydigandek qiladi. Uni qo'rqitayotgan narsani cho'qim aniqlashimiz kerak. Uningda bir xil ajoyib iqtidor bor xonish. Agar u bu xil iqtidorni tizginlashni bilmasa, hamma odamni nobud qiladi. Hozir men va mening hamrohlarim uningga qanday tizginlashni o'rgatib, Ya, men hamrohlarim bilan uningga o'rgatib qo'yishimizga ijozat berishingizni so'raymiz. Qara, ular nimalarni da'vatida? Ularning o'rgatishining lozimi yo'q. Ularning o'zi o'rganish kerak. Agar ular mening qudratimga erishsa, o'zlari qirg'oq qilishadi. Qara, men sana aytgandim-ku, uning foydasi yo'q. Eng yaxshisi ketay. yo'q, yulduz bola, to'xta. U o'zi uchun emas, balki sizlar uchun. Dila, bu yoqqa kel. Yulduz bola, to'xta! Yulduz bola! Hey, yulduz bola! Ha? Şunu qayıqşayli. Bu hiliq uzun zaliq tutadigan tonel. Bu yerdan tushayli. Men bilib boray. Men boray. Yaxshi chora. Qoch tez bo'lsin, yaxshi. Ehtiyot qilinglar, atrofimiz baxatar. Değil. To'xta, o g'idaqlang'ich o'simlik. Agar uniga tegib ketsa, u odam ziyonliq bir xil suyuqlik purkib chiqardi. Biroq bundoq qilsa, ismag'ali. Men yumurliq o'simlikni nihoyat yaxshi ko'raman. Yulduz bola! Ovoz chiqarmanglar. Ularning hammasi ovoz chiqargan kristal odam ustiga qo'qirsanlar portlab ketadi. Yetim kelma, yiroq tur. Sana ziyon yetkazishni xohlamayman. Apuqam. Sen neymiş kışık balını bozak kılırsan? Nasıl tutuval yok yulduz bala? Reymen, bunu yakı taşı. Hey. Ben senin o Allah'tı tarihini boysunduğundan nait hoş al beylim. O yerde o biraz yavaşlap kalıdı. Çıkarmay meni qutuldirdim. Sizlar ishqinlar meni o'ylab o'zinglarni o'ylamadinglar. Sizlar yulduz balani topgandan keyin uning ajoyib iqtidori orqali razillikka qarshi kurash qilmoqchi. Shundaqmi? Shundaq hurmatli alilar. Faqat biz dal-daraxt odamlarla tinish turmushga muhtoj ekanligimizni o'nkir odamlarga bildirmoqchi. Biz o'nkir odamlarning orzusi ko'pchilikni tinch, xotirjam turmushga erishtirish. Qaranglar, hammasi kichikgina oddiy uqishmasliklar. Meningcha, hammadan muhimi kishilarning o'zaro yordami va o'zaro tushunishi. Meninglar, yulduz balani opirib, eng yaxshi narsalarni uningga beringlar. O'nkir, daraxt, barliq kristal o'rmonliq va uning sehr kuchini beringlar. Bular sening orzuyingdir. Ama Allah'ın iradesi. Qaraganda janga yaplashganda qildi. Xudoga shukr.
biz Yıldız balını talışacağını gördük. Lekin ahırda Yıldız balı hemmini birlikte keltirdi. Ehtimal siz bundan hayran bolasız. Hemmimiz Yıldız balığa okşaş acayip iqtidar var. Siz görünmeysiz, hem uçurşanmaysiz. Lekin his qılalaysiz. Bu bolsun kuyumcallık. Siz başkalarının oylığınızda samimi ve ahkıl bolsanız, bu sizin kuch chiqarganligingiz bo'ldi. Bu bir xil alohid kuch-quvvat bo'lib, sizga mangu hamroh bo'lsin. Xayr, xo'sh do'stim.